U dadasining e'tiborli qizi edi. Chunki u yolg'iz qizli bo'lib qolmay, aka-inalaridan tirishchan o'qishga herisman edi. Uning o'qishga bo'lgan qizg'inligi kechalari o'rganish bilan kitob ustida uxlab qolishi dadasining nihoyat emasligini keltiradi. Uningdagi ilmga bo'lgan ishtiyoq boshqa qarindoshlari ichidan faqat unila tanlab nurg'un pullarni xarjlab, buyuk orzular bilan bu yiroq makondagi oliy o'qish yurtlariga avatishga sabab bo'lgan edi. U dadasining umidini yerda qo'ymay tirishib, 100%lik o'qish mukofot puli bilan o'qib qolmay, sinfidagi eng munavvar o'quvchilarning biri edi. U faoliyatlarda aktiv bo'lish bilan biriga go'zal axloq bilan hammaning hurmatiga sazovor edi. U hayotidagi eng qimmatli vaqtidan unumli foydalanayotgan mushu paytda ko'p qism qizlarning oldiga keladigan iffat siniqi, shayton tuzuqi uningga gulga tashladi. U bir kuni darsdan tushib, maktab kutubxonasida o'rganish qilayotganda notanish bir yigit u o'rganish qilayotgan ustal ustiga bir parcha xatni tashlab qo'yib ketib qoldi. Notanish yigitning g'ayri harakatidan huduqqan qiz atrofga qaradi-da, boshqalarning xato tushunib qolmaslik uchun xatni darhol kitobning ostiga bosirib qo'ydi. U o'rganishni oyoqlashtirib, yotiqqa qaytibla, huduqqan holda heliq xatni qo'liga oldi. Qarg'udak bo'lsa, bu sinfdagi ma'lum bir o'quvchidan kelgan ko'ngil izhori edi. U bunday ishqa tunji yo'liqqanlik uchun nihoyat huduqdi. Kallasida bir qator savollar tug'ilishga boshladi. To'g'ri, u tirishchan bola, lekin men hozir o'qish ishida. Yana kelib ota-onam mendan shunchong umidlarni kutib, nurg'un badallarni to'lab bu yerga avatsa, men bunday ishlarga zehnim chasam qanday bo'ladi? Eng muhimi, mendek bir axloqli, iffatli qizga bunday ish hargiz yarashmaydi degan keskin javoblar uning kallasida hukm surayotdi-yu, yana bir tarafdan sinfingdagi boshqa saboqdoshlaringmi to'y qilamiz deb paranglashyotdi-ku. Sen ya kichik bola bo'lmasang, diqqat qilsang bo'ladi-ku. Hamini to'y qilgandan keyin dishib qo'ysang nima bo'pti degan hissiy xiyollar uningga bir yerlardan pichirlayotdi. Qizning aqli bilan hissiyoti o'tirisidagi qisqa muddatlik jangdan keyin bo'ldilar. Hozircha bunday ishlarni qo'yib o'qishimni o'qay degunicha xatni kitob ishkabidagi bir kitobning orasiga qistirib qo'ydi. Qiz ertasidan boshlab burunqi o'xshashlar o'rganishni davom qildi. Lekin yigitning uni avtobus bekatlarida, kutubxonada yiroqdan kuzatayotganligi uning diqqatini tortayotdi. U ma'lum bir kuni maktab kutubxonasida o'rganish qilayotganda, "Heliqi yigit, menga bir qatimli uchur qilsangiz" degunicha uning yonidan tezla ayrildi. Qiz kashlari dars muzokarasida zehnini yig'olmay, qandaqdir xiyol dunyosi uni o'ziga tortayotdi. Kallasida hiliq xatdagi shirin-shirka so'zlar va buyuk g'oyalar uni xiyol dunyosiga tashlamoqda edi. Bo'libmi uning bir qancha do'stlari to'y qilamiz deganni bahona qilib, o'g'illar bilan paranglashayotganligi uningga jur'at berayotdi. Boshqa do'stlarimdan mening nimam kam? Demalish kunlari yoki zerikkanda bu yerda kurishay desam mening tuqqanim bo'lmasa, boshqa qizlarmi paranglashayotdi-ku? Nafsi uningga atrofidagi do'stlarining o'g'illar bilan kecha-kechalab paranglashlarini, demalish kunlari biriga saylik qilib tomoq yeyishlarini chiroyli ko'rsatib, o'zi rozi bo'lmaydigan bu yo'lga ittirayotdi. Qalbining bir yeridan rozi bo'lmasa-mu, nafsi g'olib kelib, kitobning orasiga qistirib qo'ygan heliq xatni qo'liga oldi va xatni qayta bir qatim o'qib chiqdi. Xatdagi shirin-shirka so'zlar uningga bu qatim ilgari qatimdagidan bakrak ta'sir qilgan edi. Xatning ostiga aloqa nomeri qoldirilgan bo'lib, sizni mangu saqlayman deb yozilgan edi. U qo'liga telefonni olib, qoldirilgan nomerga salom deb xat yozdi va keynidilla darhol qaytarib oldi. Chunki uning qalbi qilgan bu ishining to'g'ri emasligini aytib, vijdoni uni so'roqqa tortayotdi. Bo'ldilar. O'zimni tutib olay degunicha telefondan uning nomerini o'chirib turishiga u nomerdan xat keldi. Xatolashmasam bu sizg'o, bu chuqum siz. Qalbni tunuydi. Men nomerimni sizdan boshqa hech biriga qoldirgan emasman. Ham qoldirmayman. Menga javob qaytarmasangizmi mayli. Men faqat ko'nglimdagini davolay degunicha yigit shirin shekar so'zlar va ulug'vor gaplarni boshlab ketdi. Yigitning so'zlari uning xushalliq berayotgandek, bir homichiga ega bo'lgandek, uningga bexatarlik tuyg'usini berayotgandek qiladi. Qiz chuqum diqqat qilaman degan bahona bilan yigitning so'zlariga javob qaytarishga boshladi. Shunday qilib ularning orasidagi parang boshlandi. Dastlabda ularning parangi o'rganish, millat, vatanga o'xshash buyuk g'oya va orzular haqida o'zicha nihoyat pokiz bo'ldi. Lekin vaqtning o'tishiga ergishib, ularning paranglashadigan vaqti uzardi. Hatto kashlarmi paranglashadigan bo'ldi. Qiz kashlari baldir uxlamag'achqa burunqidek sahar o'rnidan tura olmaydigan bo'ldi. Darsda burunqidek ruhliq ko'rinmaydi. Zehni qayoqlargadir chechlab, kashlari o'g'illan paranglashgan gaplar kunduzlari uning xayolidan ketmayotdi. Dars natijasimi kundan kunga tuallashga boshladi. Mana endi dadasining e'tiborli qizi, sinfdagi munavvar o'quvchi muhabbat nomi bilan atalgan havas o'tiga o'zini atmoqda edi. Ularning munosabati bag'ansira quyuqlashdi. Uchrashadigan holatdan yuz turani ko'rishadigan holatga taraqqiy qildi. Damalish kunlari biriga tomoq yeydigan, pat-pat biriga choy ichadigan holatga keldi. Uni vijdoni so'roqqa tortib tursimi, biz faqat tomoq yeyishdik, o'zimizni nihoyat pokiz tutdik, hatto bir-birimizning qo'limizni tutishmadik deb javob berib, vijdon so'roqidan qutulishga tirishadi. Lekin nafsi uningga harom aloqaning hamma yomonliklarning boshlang'ichi ekanligini unutildirgan edi. Eng chong gunohning beshi bir tal ushur yoki keskin bo'lmagan pozitsiyadan boshlanishi mumkin. Bir kuni kechda yigit qizni choy ichishga taklif qildi. Qiz rad qildi. Yigitning ching turilishi bilan qiz oxiri qo'shildi. Ularning parangi taraqqiy qilgan bo'lib, burun uchurdimi uyulib deyisholmaydigan gap
xatlar amdilikda ularning normal paranga aylangan edi. Kech soat 12 dan oshgan edi. Ularning paranga oxirlashib, yigit qizni opirib qo'yishni bahona qilib, do'stidan oriyat ilib kelgan mashinaga qizni saldi. Qiz munosabatining chekdan eshib ketayotganligini his qilayotdi-yu, ammo keskin pozitsiyada emas edi. Qiz mashinaning yotiqi tarafga emas, shahar sirtiga qarab manganligini his qilgandek bo'lib, yigitdan "Nega mangdingiz? Yotiqim bu tarafda emas" dedi keskin talaffuzda. Yigit "Bugun bek kech bo'lib ketdi. Men sizni at saharda maktubingizga bevosita opirib qo'yay. Bugun uyimda qilib qiling. Xotirjam bo'ling. Men mashinada uxlayman" dedi qizni xotirjam qilgan qiyofatda. Qiz yigitning o'zidan so'ramasdan uni uyga kelib manganligidan bir shumliqni his qilgandek bo'ldi-da, xatarning oxirgi nuqtasiga berib qolganligini tunib yetdi. Qilish emas, o'ylashdanmi qo'rqadigan ishlarning yuz berdiganligi uning xiyoliga birdamdala kechdi. Qiz uyqudan cho'chib uyg'ongan kishidek "Mashinani to'xtat" deb vaqirdi. Yigit mashinani tezlatdi. Qiz vaqirganicha "Bundaq yashab o'lib ketsam, dadamning yuziga qanday qarayman? Allohning yuziga qanday qarayman? Bundaq hayotdan menga o'lim yaxshi" degunicha tez suratda mengayotgan mashinadan sakrash uchun mashinaning eshigini ochishga temshaldi. Qizning harakatini ko'rgan yigit mashinani darhol to'xtatdi va qizning qo'lini ching tutib olib, o'zining yomon niyatining yo'qligini aytib, o'zini oqlashga boshladi. Tun kechida qo'liga dadasi va aka-inilaridan boshqa yot jinsning qo'li tegib boqmagan bu nomahram qizning badani tikanlashdi va qat'iy irodaga kelib, "Qo'limni qo'yib" deganicha vaqirab yugurgunicha avtobus bekatiga qarab mangdi. Qiz tang'atay deganda yotiqiga aron yetib keldi. Aynakka qarab ho'kirab yig'lab ketdi. Xuddi kinolardagi erlarning tajovuzidan qochgan qiz kabi o'zini shunda xor his qildiki, burunqi izzati, boshqalarning oldidagi hurmati, hatto beshidagi yog'liqqa yuz kelmayotdi. Bamdod namoziga yarim soatlik qolgan edi. U tahorat elib, jaynamoz ustiga chiqib, xuddi buzak qilingan kichik bola onasiga o'zini atgandek Allohga o'zini etib, ho'kirab yig'lab tashladi va Allohga tavba qilib, burunqi holatiga qaytishga Allohga ahd qildi. Balkim nurg'un qizlarning mushuning o'xshab ketadigan hikoyasi bo'lishi mumkin. Ba'zilar hikoyaning beshida bo'lishi mumkin. Ba'zilarning hikoyasi qabih gunoh bilan oxirlashib, ikkili dunyolik baxtsizlik kishilardan bo'lgan bo'lishi mumkin. Yana ba'zilar texi bundaq sinoqqa duch kelmagan yoki kelgan bo'lsa-mu, keskin pozitsiya bildirib o'zini pak tutgan bo'lishi mumkin. Mayli qandaqla bo'lmasin, mana bu qizlarning hayotida duch keladigan kippet sinoqi. Bu sinoqdan o'tish keskin pozitsiya va qat'iy iroda talab qiladi. Do'stlaringlarning axloqi bu sinoqdan o'tmasliklariga cho'nqur ta'sir ko'rsatadi. Shunga atrofingizga do'stlar bundaq sinoqqa tushgan bo'lsa, ularga yordam qilib, bu halokatdan ularni qutuldirib bering. Agar siz ularga yordam qilish emas, ularning ta'siriga uchrab ketsangiz, ulardan yiroq turing. Esingizda bo'lsin, bu sinoqdan o'tolmasligingiz Alloh qilgan osiylik, oilangiz va ota-onangiz qilgan ahonat va kelgusi juftingiz qilgan xiyonat. Baxet Allohning ilkida. Siz kelgusingizda qandaq jo'ylan yashashni xohlasangiz, o'zingizni shundoq tuting. Alloh taolo Qur'on Karimda al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithat. O'zini pok tutmagan ayollar, o'zini pok tutmagan erlarga munosib. O'zini pok tutmagan erlar, o'zini pok tutmagan ayollarga munosibdir. O'zini pok tutgan ayollar, o'zini pok tutgan erlarga munosibdir deydi. Agar siz shundaq sinoq ichida bo'lsangiz, darhol to'xtab qoling, tavba qiling. Agar siz haqiqiy shaklda tavba qilsangiz, payg'ambarimiz degandek, hech gunoh o'tkazmagandek pok kishilardan bo'lasiz. Payg'ambar alayhisalom hadisda at-taibu minaz-zambi kaman la zamba lah. Gunohidan tavba qilgan odam hech gunoh qilmagan odamga o'xshaydi deydi.